Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xitoyning kunsiri kuchayotgan besimini tanqid qilib, biz hozirgi holatning tek taraflik holda o'zgarishining oldini olish uchun butun kuchimiz bilan tirishimiz dedi. Tsai Ing-wenning Xitoy Jumhuriyati qurilganligining 110 yilligida qilgan bu so'zi Xi Jinpingning so'zlariga berilgan inkos deb qaraldi. Vazifa o'tash muddati to'sh oldida turgan Germaniya bosh ministri Angela Merkel xo'shlashish ziyoratining bir qismi sifatida Isroiliyaga keldi. Merkel ziyorat jarayonida Isroiliya prezidenti Herzog, bosh ministr Naftali Bennett va tashqi ishlar ministri Yair Lapid bilan ko'rishdi. İtaliya poytaxti Rimda Xitoy virusiga qarshi vaksina emlanganligi yoki tekshirilganligini isbotlaydigan yeshil pasport siyosatiga qarshi keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Poytaxt Rimning Popolo maydonida 10 mingdan ko'p kishining qatnashishi bilan boshlangan namoyishda qisman to'qinishlar kelib chiqdi. Bir to'p namoyishchilar Italiya bosh savdo birlashmasining markaziga hujum qilib, buzg'unchilik qildi. Yana bir to'p kishilar bosh ministr mahkamasiga yurish qildi. Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyatning kunsiri keskinlashishiga ergishib, Xitoy taratqullari Amerika va Tayvanga qarshi tahdid xarakterli so'zlarni qilishga boshladi. Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lgan Yer shari vaqt gazetida e'lon qilgan bir maqolada Tayvan bilan Xitoy orasida urush portlab qolsa, tunji bo'lib ziyonga uchraydiganlarning Amerikaning maxfiy o'rinlashtirgan askarlari ekanligini o'tirib qo'ydi. Xitoy jazo lagerining ziyonkashligiga uchirg'uvchilarning oila tavobatlaridan tarkib topgan Sharqi Turkiston jazo lageri qurbonlari munbiri Anatoliya safarining bir qismi sifatida Eski shaharga yetib kelib, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish tashviqot faoliyatini boshladi. Ularning faoliyatlari IXX insonparvarlik yordam fondi qatorliq ommaviy tashkilotlarning qo'llashiga erishdi. Iroqda muddatdan burun o'tkazilgan cho'ng saylam uchun ta'sis qilingan bilet sanduqlari taqilib, bilet tashlash to'nogin 18 da oxirlashdi. Saylam natijasining 24 soat ichida e'lon qilinishi mo'ljallanmoqda. Rossiya taratqullarining xabariga qaraganda, yakshanba kuni Tatariston Jumhuriyatida bir to'shig'ichi aeroplan tushib ketib, kam deganda 16 odam qazo qilgan, 7 odam yaralangan. Rossiya Federatsiyasi jiddiy ahvol ministrligi aeroplanida 23 nafar parashyutdan sakrash tanarkachisining borligi dalillandi.